bitta qizuv narsa aytaman akalar. Esinglardami, Lovis degan zivachka bo'lardi. Xuddi shunaqa bo'lardi, logosi. Bu zapravka ekan, qaranglar, katta zapravka. Amerikada populyarniy zapravkalardan bittasi ekanda. Короче, ikkita sevishganlar o'zini nomiga mana shunaqa Lovis deb ochgan ekan. Trakchilar bu zapravkani yoqtirar ekan. Hamma shtatda bor ekan Amerikani. Ularda traklar uchun katta sankalar qilib qo'yishgan. Короче, dushda cho'miladigan, dam oladigan, uxlaydigan joylargacha bor-da. Eng zo'r tarafi hamma komfort bor. Naroda kirib kelsanglar, seriyalarigacha bor. Qaranglar, mana bu yoqda mana Subway, Wendy's, naroda McDonald'slari gap bo'lishi mumkin emas bor. Lekin bu yoqda dizel o'sha benzinlari ko'p zapravkalardan ancha arzon ekan. Qarshi bizning qornimiz ochuvdi. Sekin mana ashga kirib ketyapmiz. O'zi buni Amerikada yashaydiganlar ko'pi biladi bor. Bizdan xudo xolasa shunaqa zapravka ochsa, xursand bo'lardi.